Hürmetli vatandaş emdesilerge, biz devamlı sizlerge okup berip atkan Angliyalik Charles Bolger yazıp kaldırgan Yakup Bey'nin tercümalının tüleyinki toxtagan jayıdan leksiya kılıp okup berişini başlayımız vatandaşlar. Şunda ola anca aldırmay temkin turattı. Qokan Xane Mehmet Ali Cangır Hocanın qalbisi menen yar yülükümde bolgan dep an'anibi jete qandaqdı. Üstün orunda turishni talab qildi ve Qashqarning o'ziga beqindi qilmoqchi bo'ldi. Lekin Xo'ja Oqsunyaklar buni qabul qilmaydi. Qo'qondan Qashqarga avatilgan zo'r qo'shin yangi shahar atrofida 1000 odamidan ayrilgandan keyin qaytirib ketildi. Qo'qon qo'shinining qaytirib ketilishi Yangi hukmronning ordusida fitna yuz beradiganligi va bu fitnaga qarshi kurash qo'zg'aladiganligidan derak beradi. Jangir Xo'ja bu fitnani tezlik ujuqtirdi va fitna chiqargan Qo'qonlik Qo'shbegi Aysa Dadaxa derhal vazifasini haydab, Aysa'nın hammasi o'xshash bilamdimi? Özünün Qo'qonga bo'lgan beqindilik holatini o'zgartdi. Musha chog'da jungoliklar kelib yetibdi degan xabar tarqaldi. Old shaharning g'arbiy qismi jungoliklarning ilkidan ayrilib chiqib ketgan bo'lsa-mu, lekin Aqsuv bilan Maralbeshi yanala jungoga sodiq edi. Jungoliklar yanala bu joylardagi muhim qal'alarni saqlab turardi. Onun üstüge ilmi ulanın kolu deydi. Bu ulanın mühim stratejilik orungu iyi kılattı. Ula Tungallar arasından cazalaş kısımlarını teşkil kılışta bir xel pütmez, tügümez askeri menbegi iyiydi. Yani mençin ordusu Tungallardan askeri elişte tügümez, kütmez menbegi iyiydi. Bu yerde yani şunu etip ötüş gerek ki Bozruk Han Hocanın 7. evlat nevrisi. 7 şehir hallığının xeni. Bu yerde yani şunu etüş gerek ki Bozruk Han ve Yakup Bey zamanısıdır mı? Ulan Moşu işke türlük paydalık şartını öz kolunda tutup geldi. Ola Moşu iki türlük paylık şartını öz kolunda tutup turalısıla Müslümanların telvilerçe dini itikadı bilen Qo'qonning Xo'jalar evlatlarını kanat astığı elişleri yeşlimege dalıl bulalmaydı. Jangir Xo'ja Qashqarda 6 ay hükmranlık kıldı. Jungo generallarımı onundan teltiküs öç erişken ilide 6 ay tayyorlik gördü. 1827 yılı 1. ayda Tungan, Qalmaq ve Xitay askerlerinden teşkil kılıngan 100 neçe min kişilik çoğun koşan. Anlana vatandaşım Uygur'a. 1827 yılı 1. ayda Tungan, Qalmaq ve Xitay askerlerinden teşkil kılıngan 100 neçe min kişilik çoğun koşun iliden yolga çıkıp Aksu'ga besip girdi. İle Cangcunu bilen onun kol astıdaki Çanlı'nın deydiğen yana bir general bu yerde tüvendikidek uğraş planını tüzüp çıktı. 12 min kişilik küçük bir koşun Zaval deryasının işçi bilen menip çölünü kesip ütüp Xotenga hücum kılışqa vatildi. Qalgan çoğun koşun Maralbesh'e qarab davamlı ilgirlaydi. Maralbesh'e kelgenden keyin xillangan çiriktin 7000 adam yer kentga hücum qildi. Asası koşan Qizil deryasının iki qaslığını boylap menip Qashqarga hücum qildi. Ular yana avat qiytib kelgandilar. Jangir Xo'janing bu yerga to'plagan
Təxminən 50 min kişilik qoşunu qoşurab, tosulub qaldı. İki tərəf qoşunlar bir-birinin qarşısını görüb toxtağandan keyin dərhal səp tartıb tizildi və qoş bilan kirpikning aralığında qalğan oxirgi hal qilg'ich jang tayyorlanadi. Her iki taraf qadimidan tortib davom qilib kelayotgan rasm qoida bo'yicha ikkinchi kuni deganligi o'z polvonlarini sap oldiga chiqarishidir. Jungoliklar kuchdan ko'ra qolmoq o'qchisini Jangir Xo'janing qo'qallik bir kuchdan ko'ra sipoyiga qarshi chiqardi. Elga qalmoq an'anaviy qurol bilan qurollangan edi. Qo'qallik bo'lsa ko'nonosqidagi eg'ir bir tal qora miltiq bardangi bilan qurollangan edi. Qo'qallik polvon miltiqning chaqmag'ini qayrab o'qlab bo'lg'icha jungolik o'qchi uni o'q yoq bilan ko'ksiga chinab etib o'ltirdi. Dunyoda urushning taqdirini o'z polvonlarining taqdiri bilan belgilaydigan biror qo'shin bo'lmasa kerak. Albatta, lekin bu qatimqi jang shundoq dahshatlik bo'ldiki, ayyuhannas, bu to'g'riliq bir beytda mundoq deyildi. Kimki o'z raqibini qilsa nobud Alloh yar. G'albi mansub bo'lg'ay ama Alloh yar. Her iki taraf bir pas qisqa ham kaskin erishgandan keyin Qashqar qo'shinlari tiri-piran bo'lib chekinadi. Jungoliklar ikinci kuni Qashqari 3 tarafdan qorishib oldi. Shu kuni kechasi Jangir Xo'ja qo'rqib ketib, Qoratoqqa qochdi. Lekin tog' qor qoplab ketgachki eg'izlardan o'tkili bo'lmaydi. O bir necha kungacha müküp yurgan bo'lsa-mu, oxiri jungoliklar tarafidan tirik qo'lga tushirildi. Uning taqdirimi mushu imperiyaga osiylik qilgan boshqa kishilarninkidekla bo'ldi. O Beijingga yo'lab elib berilib, avval put qo'li kesib tashlandi. Ondan bo'g'izlab. Shu qatimqi urushda Uchtirpanning begi Ishoqbek Xo'jalarga qarshi chiqib xizmat ko'rsatgachga Qashqarning bayligiga tayinlandi. Ko'rdingmi? Shu qatimqi urushda Uchtirpanning begi Ishoqbek Xo'jalarga qarshi chiqib xizmat ko'rsatgachga Qashqarning bayligiga tayinlandi. Jungoliklar tuzib etilgan yangi shaharni yangi boshdan qurib chiqdi. Bu yerda Yangdarin Yangfangning qo'mondonligidagi Xitoy garnizon qismi qoldirildi. Ishoqbek Qashqarga beg bo'lib uzoq o'tmay mansibidan elib tashlanib Jungoga chaqirtib ketildi. Bu üç şehirde jungoliklar hakimiyeti hiçbir to'salg'isiz yangi boshdan qurildi. Elki Ishoqbekni Beijingga elib ketgan hozirgi kunda xalq vakillar qurultoyiga siyosiy kengashga avtonom rayonning milliy rahbarlarini elib ketgandek bir ishdanlar. Bu üç şehirde jungoliklar hakimiyeti hiçbir to'salg'isiz yangi boshdan qurildi. Sharqi Turkistonda yana mustamlik Uyg'uristonda yana aminlik o'rnatildi. Ammo jungoliklar qo'llanishga majbur bo'lgan bostirish va jazolash tadbirlari yerli xalq ichida o'tgan kedimmi kuchliroq o'chmanli qo'zg'avat. Amaliyotda bu tadbirlar boshqalarning jungoliklarga qo'llangan vositalari bo'lsa-mu, bundaq o'zaro yovuzlik qilish tufaylidan bu joyda davom qilib kelayotgan do'stlik pokiz tugadi. 12 ming tugadi. 12 ming tutan musulmonni Qashqardan iliga ko'chirish jungoliklar qo'llangan harakatlarning birisi edi. Jungoliklar qo'llangan harakatlarning birisi edi. 12 ming tutan musulmonni Qashqardan iliga ko'chirish jungoliklar qo'llangan harakatning biri edi.
Keyinki burayında mühim rol oynagan aşo kişiler şu çağlarda tarançılar dep ataldı. Bunun manisi yançılar. G'arbiy chegirni umumiy boshqarish choralaridan qisqacha bayon degan kitobda tilga ilingan, eliga ko'chirilgan, kechiringlar. Bu 12 ming tutun yanchi deb atalgan. Ammo jamiyatda yana tarixchi deb izohlanadi. Yanchilar deganlik bo'ladi. Jungoliklar yana qo'qanni jazolab qo'yish qaroriga keldi. Ular qo'qon bilan bo'lgan barliq savdoni to'xtatdi. Agar ular o'z chegarasini davomli qamal qilib tura olgan bo'lsa, hech ish yuz bermagan bo'ladi. Lekin bu chog' Qo'qonda Mamadalxon taxtga o'tirgan edi. Bu kishi shu chog'larda Qo'qonda eng qari niyat, eng iqtidorli bir xon deb tanilib kelib o'tadi. O qora tekinni yutib o'lib, uzoq o'tmay Badaxshonning ba'zi chat joylarini o'z ilkiga kirgizib oldi. Bu chog'larda Qunduzdagi Murod beg Badaxshonni butunlay yutib ketgan edi. Shunga Mamadalxonni jungoliklarning ig'vogarligiga chidab tura oladi deyish zodala mumkin emas edi. Lekin o ehtiyot qilib o'z hujumini Jungo qo'shinlarining asosli kuchi chekinib ketgandan keyingi bir vaqtda boshladi. Mamadalxon jungoliklarning eliga qaytib ketganligini anglagan amon Samsoq xo'janing cho'ng o'g'li